Jibril alayhisalom aytdilarki, "Ida dakhala Ramazon, Ramazon oyi kirsa-yu, gunohlardan poklanib chiqmagan odamga ham Allohning la'nati bo'lsin" dedi. Ramazon oyida do'zaxning eshigi bekilib qo'yiladi. Jannatning eshigi ochiladi. Hammaning duosi qabul bo'ladigan bo'lib qoladi. Osmonda birorta parda bo'lmaydi ekan. Shayton bilan jinlarni olib kelib Jibril alayhisalom qamab bekitib qo'yadi. Hamma narsani olib qo'yadi. Birorta bizga qarshilik qiladigan dushman bo'lmaydi. Endi shunday Alloh taolo har kuni 3 marotaba Ramazonda nido qilar ekan. Kim menga tavba qilsa tavbasini qabul qilaman, kim istig'for aytsa istig'forini qabul qilaman, kim nimani so'rasa beraman deydigan bir oyda roza tutmasdan, tavba qilmasdan, ibodat qilmasdan o'tib ketib qolsa, haqiqatda ham bularning duosiga loyiq bo'ladi azizlar. Ramazon oyida yildan yilga ro'zador ko'payishdi, o'rniga kamayib boryapti. Buni yashiradigan joyimiz yo'q. Kamayyapti azizlar. Avvalgi hurriyat boshlangandagiga nisbatan hozir kamayib ketdi. Shaharda, ko'chalarda yurganimizda bemalol ko'chalarda ovqatlanayotgan birodarlarimizni, aka-ukalarimizni ko'ryapmiz. Hatto birlarini ko'rib biz o'tgangi ro'zada chaqirib, "Ey birodar, siz yaxshi odamlar farzandi edingiz. Ko'chada bemalol shashlik somsa yeb o'tiribsiz. Ahir Ramazon oyi bo'lsa desak, ey domla, doktor tutmang dedi, oshqozonim kasal edi." Barakalloh. Shariat shunday birodarlar. Shariatdagi chiroyli narsa yo'q. Kasal bo'lsa tutmasin, tabib aytgan bo'lsa qilmasin, ammo ko'chada maishat qiling degan emasda bu. Roza tutmang dedimi doktor? Tabib aytdi, mabodo haqiqatda ham roza tutmang dedi bir sabab bilan. Uyiga kirib, hatto quyoshdan uyalib, bir qorong'i joyga kirib o'lmaydigan darajadagi ovqatlansin deymi? Ovqat yetib ham, ey Parvardigor, bu ro'zador degan zotga sen jannatda bitta maxsus darvoza quribsan. Uning Rayyon deb ism qo'yibsan. Qiyomat qoyim bo'lganda kim ro'za tutgan bo'lsa shundan kirsin debsan. Menga nima yomonlikki, meni sog'ligim ro'zani ko'tarmaydi deb yig'lasin. Ey Parvardigor, salomatligimni bergin. Men ham ro'za tutib har bir ro'zamga 600 barobar savobni olay deb yig'lab Allohdan so'rasin. Maishat qilishlik kerak emas, birodarlar. So'rash kerak Xudodan. Yig'lab. Avliyolardan birlari tush ko'ribdi. Tushlarida bir Yahudiy jannatda yurgan ekan. Yahudiydan so'rabdiki, "Sen Yahudiy jannatda nima qilyapsan?" "Ey avliyo Alloh, Ramazon oyi edi. Ko'chada Ramazon oyida o'g'lim non yeb yurganini ko'rib, o'g'limni bir shapaloq urib, qo'lidan nonini olib, shunday Ramazon oyi bo'lsa, butun musulmonlar roza bo'lsa hurmat qilmaysanmi degan edim. Shuni sharofati bilan Alloh meni hamma gunohlarimni kechiribdi." Azizlar, biz musulmon farzandi bo'lib roza tutmasak, qabohat-ku, bu zalolat-ku. Ana shuning uchun ham haqiqatda kim man qoma imanan va ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Bu sahih hadis birodarlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki, kim Ramazon oyi bo'lsa, Allohdan qo'rqib, iymon bilan, ihtisob bilan, taqvo bilan turib, ro'zasini tutib, Xudodan gunohini kechirishligini so'rasa, ro'za chiqqandan keyin onadan tug'ilganda go'dakda gunoh bo'lmaganda chiqadi deyapti. Agarchindiki gunohlarimiz butun dunyoda qumini zarrasicha bo'lsa ham birodarlar, bunaqa imkoniyat qayerdan topamiz? Bu tavba, bunday tavba qilishlik biz islomda bor xolos. Shuning uchun ham azizlar, Ramazon oyida da'vat qilaylik. Ro'zadorimizni ko'paytiraylik, ibodatchilarimizni ko'paytiraylik. Shoyatki mana shu ro'zadan chiqqandan keyin yana ibodatchi safchilarimiz ko'payib ketsin. Duo qilaylik. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin. Alhamdulillahi robbil alamin. Ey Parvardigor olam, biz hammalarimiz bir gunohkor bir bandalaring. Qo'limizni ochib sendan duo qilib, umid qilib turibmiz. Avvalo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga bizlarda salovatimiz bo'lsin. Bu zotga duolarimiz bo'lsin. O'zingga hamd va sanoyimiz bo'lsin. Duosi qabul bo'lmaydiganlar qatorida ota-onaga duo qilmaydiganlar bor ekan. Duoga qo'l ochib turgan hammamizni vujudimizga sababchi bo'lgan ota-onamizni rahmatingga olgin. Qiyomat qoyim bo'lganda ota-onasini rozi qilganlar safida turishlikda
shu yerda turgan hamma jamoatga nasib aylagin ya Rabbi. Allohim, kelayotgan Ramazon ro'zasini bizlarga muboraklik qilib, salomatlik bilan, tinchlik bilan ro'zalarni tutib, o'zingning yo'lingda yuradigan bandalardan bo'lib chiqaylik. Mana shu yerda o'tirgan jamoatimiz agar ozgina dunyo tashvishi bilan ota-onamizga bee'tibor bo'lib qolgan bo'lsak, shu marosimdan chiqib ota-onasini oldiga borib duo qiling deyishlikka himmat, taqvo bergin ya Rabbi. Bizlar duosini oladigan ota-onalari o'tib ketib qolgan bo'lsa, hech bo'lmasa bitta oyat hadoya qilishlikka ilm, taqvo, ilm bergin ya Rabbi. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala ahli Muhammad va barik va sallam.